namoz o'qiganda oldi tarafga sutra qo'yish va uningga yaqin turish. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvende dehqonlarga Şeyh Muhammed Salih al-Munajjid hafizahullah'ның namazda huşu hasıl qilishning 33 çaresinden 8. çare namaz o'qiganda oldi tarafga sutra qo'yish va uningga yaqin turish temasini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Namaz o'qiganda oldi tarafga sutra qo'yish va uningga yaqin turish. Xushu hosil qilishga turtki bo'ladigan yana bir omil namoz o'qiganda oldi tarafga sutra qo'yish va uningga yaqin turishdir. Chunki bunda qilish sizning namozdagi ko'rish doirangizni taraytib, shaytonning vasvasasidan saqlaydi va kishilarning oldingizdan o'tib diqqatingizni chechib etishining va namozdan oladigan savobingizni kamaytib etishining oldini oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: sizlardan biringlar namoz o'qiganda sutraga yuzlansin va yaqin tursin. İmam Abu Davud 695 numaralı. Sahihul Cami 651 numaralı hadis. Sutraga yaqin turish intayin foydali bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda tarjimasi: sizlardan biringlar sutraga yuzlanib namoz o'qiganda shaytonning uning namozini buzolmasligi uchun sutraga yaqin tursin degan. İmam Abu Davud 695, Sahihul Cami 651 hadis. Sutraga yaqin turishning sunnatdagi o'lchami sahih hadislarda ko'rsatilganidek sajda qiladigan o'rin bilan sutraning orasida 3 bilak, ya'ni jaynakdan barmoqning uchigacha bo'lgan oraliqni ko'rsatadigan qadimiy uzunlik birligi yoki bir qo'y o'talig'ichilik oraliq qoldirishdir. Sahih Buxoriy, Fathul Bari 1574. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'quvchining hech kimni sutra bilan o'zining oraliqidan o'tkazmasligini tavsiya qilib shunday degan. Tarjimasi: sizlardan biringlar namoz o'qiganda hech kimni oldidan o'tkazmasligi va uni imkonining yor berishicha to'sish kerak. Agar u o'taman deb turib olsa, uning bilan urishish kerak. Chunki uning yenida bir hamrohi, ya'ni shayton bordir. İmam Muslim to'plagan 260, Sahihul Cami 755 numaralı hadis. İmam An-Navavi rahimahulloh shunday degan. Namozda sutra ishlatishning hikmati ko'zni tuvan qilish va sutraning nerisiga qaramaslik. Har qanday birovning oldingizdan o'tishiga, shundaqla shaytonning oldingizdan o'tib namozingizni buzishiga yo'l qo'ymaslikdir. Sahihul Muslim sharhi 4-216. Alhamdulillah, yuqorida namozda xushu hosil qilishning 33 çaresidan 8. çare namoz o'qiganda oldi tarafga sutra qo'yish va uningga yaqin turish temasini oldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.